Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Hovlimdagi Gulzorim kanaliga xush kelibsizlar. Men bugun sizlarga mana HB101 stimulyatorini gullarga ozuqa sifatida berishni ko'rsatmoqchiman. Bu stimulyatorimiz gullarda o'sishini tezlashtiradi, gullashini tezlashtiradi, stresslarni, har xil stresslarni oldini oladi, kurashuvchanligini oshiradi. Xullas, immunitetini oshiradida. Mana bitta baklashkada suv tayyorladim. Bu iliq holatda. Shundan bitta yoki ikkita tomchida tomizamiz. O'zi mana pipetga bor bu yerda, buni ochishning hojati yo'q mana. O'zida bor pipetkasi tayyor. Shu men hozir tomizib tayyorlab qo'yganman-da. Ikkita tomchida soldim. Bekitib qo'yaylik. Keyin buni mana aralashtiramiz. Aralashtirib shu gullarga mana sepib chiqamiz. Mana zamyak gulimizni qora ravin sorti mana hamma joyiga berishimiz kerak. Hamma baklariga yetkazib berishimiz kerak. Tanalariga, ildiziga qo'ysak bo'ladi. Mana bu yoqlarni aylantirib tomonlariga ham berishga harakat qilishimiz kerak. Hamma tomoniga yetib borish kerak edi xullas. Bitta qo'limda telefon bor. Qiyin bo'lyapti. Mana bu yerda endi sheflera gulimiz hamma gullarga berish mumkin. Hamma gullarga. Barkidan ham, ildizidan ham bersak bo'ladi. Yerdagi tuvakdagilarga ham bersak bo'ladi. Mana endi hozir mana tuvagidan ham bersak bo'ladi, ildiziga. Bir piyoladan oshiq berishimiz bo'ladi. Undan oshiq berish shart emas. Mana bularga ham mana ozroq qo'yib qo'yamiz. Mana bu tomonidan ham qo'yamiz. Endi qolgan gullarga ham shuni davom ettirib berib qo'ysak bo'ladi. Shu baklashkadagi yetmasa yana berishimiz mumkin. Mana bu gullarimizni 20 kun, 1 oyda keyingisini bersak bo'ladi. Oraligida berib tursak gullarimizga foyda bo'ladi. Yozgi kunida yaxshi, qishda ham bersak bo'ladi. Qishda ayniqsa quyoshsiz kunlarda bu narsani berganimiz juda foyda qiladi. Qishdan juda chiroyli chiqishiga yordam beradi. Hozir ko'proq shu issiqda isilaganga sirkon degan ampulamiz bor. Shu ampuladagi nimadan ham stimulyatordan ham bersak bo'ladi. Epin qishda, sirkon yozda issig'iga. Epin tashqaridan uyga olib kirayotganda, uydan tashqariga olib chiqayotganda epin juda yaxshi, har xil joyini o'zgartirishga da gullarimizga foyda bo'ladi. Bu gullarimizga juda foyda bo'ladi. Shuni berib tursa yaxshi. Shuni ko'rsatkim keldi sizlarga. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Mehnatimizni oz-moz bo'lsa ham qadrlashinglarni so'rab qolaman. Sog' bo'linglar. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr.